Birgina fransuz tilini bilish orqali dunyoning eng rivojlangan davlatlaridan biriga doimiy yashash uchun ko'chib borish mumkinligini bilasizmi? Bu qaysi davlat deysizmi? Albatta Kanada. Mazkur video shu haqda va videoni oxirigacha ko'rsangiz noldan qanday qilib Kanadaga shu usul orqali ko'chib kelish mumkinligini bilib olasiz. Barchaga Kanadadan salom. Ismim Alamardon va hozirgi kunda Kanadaning shimolida joylashgan Yukon provinsiyasida litsenziyaga ega immigratsiya advokatga assistent bo'lib ishlayman. Kanadaga esa o'qish orqali kelib qolib ketganman va hozirgi kunda oilam bilan birga Moskvada yashab kelmoqdaman. Oldindan shuni aytish kerakki, fransuz tilini juda chuqur bilish shart emas. Faqatgina B2 darajada, ya'ni IELTS ga solishtirganda 5,5 darajada bilsa yetarli. Bugungi kunda qaysi rivojlangan davlatning doimiy yashovchi statusini olish oson bo'lmagan murakkab jarayon. Hattoki ingliz tilini yaxshi bilsangiz ham bu kamlik qiladi. Lekin Kanada fransuz tilini o'rganganlar uchun ajoyib imkoniyat taqdim etgan. Sababi fransuz tili Kanada davlatida ikkinchi rasmiy til hisoblanadi. Bu tilni biluvchi aholi soni kamayib bormoqda va hukumat ular sonidan chet eldan keluvchilar hisobiga barqaror ishlab turishga qaror qilgan. Kanadaga doimiy yashovchi maqomini xorijdan turib qo'lga kiritish uchun eng real natija keltiradigan usul aynan shu hozirda. Ayni hozir ham, yaqin kelajakda ham Kanadaga fransuz tilini biladiganlar yanada ko'proq kerak. Sababi yildan yilga bu yo'nalish bo'yicha kvotalar soni oshib bormoqda. Aytgancha, Kanadaga xuddi Amerikaga o'xshab Green Card lotereyasi o'ynalmaydi. Kommentlarga yozingchi, kim bir necha yillardan beri Green Card o'ynayapti, lekin omadi chopmayapti. Aslida esa rivojlangan davlatga ko'chish shunchaki omadga bog'liq emas, hammasi o'z qo'lingizda, to'g'rimi? 2023-yilning ikkinchi yarmida boshlangan ushbu yangi dastur bo'yicha yil oxiriga kelib jami 8700 ta inson tanlab olingan bo'lsa, 2024-yilda roppa-rosa 23000 ta inson tanlandi. 2025-yilga esa 30,000 yaqin kvota ajratilgan bo'lib, yaqin yillarda har xil raqamlar oshib borishi rejalashtirilgan Kanada hukumati rasmiy statistikasi bo'yicha. Qonunlisi yurtdoshlarimiz orasida ham aynan shu yo'nalish bo'yicha doimiy yashash uchun kelayotganlar soni ko'payishda davom etyapti. Yaqindagina bu borada bir o'zbek oilasini Kanadaga oilaviy ko'chib kelishiga hissa qo'shishga muvaffaq bo'ldik. Bu yo'nalish biz o'zbeklar uchun hali yangi dastur bo'lgani sababli natijalar endi boshlandi. Lekin Kanadaga student viza, ishchi viza va turistik vizalarni olishda oldin 100 ga yaqin yurtdoshlarimizga yordam berganmiz. Mana bu sayt orqali natijalarimizni ko'rib chiqing va sizga ham Kanadaga kelish bo'yicha amaliy huquqiy yordam kerak bo'lsa, bizga aynan shu sayt orqali aloqaga chiqish mumkin. Kanada doimiy yashovchi maqomi sizga nima beradi? Oilaviy, shu jumladan farzandlar va turmush o'rtog'ingiz bilan birgalikda ko'chib kelish va hech qanday vizasiz yashash. Istalgancha Kanada hududida cheksiz qolish va ushbu status bilan kelgandan so'ng 3 yil yashagandan keyin Kanada fuqaroligi uchun ariza berish, farzandlar uchun sifatli bepul ta'lim, o'zingiz va farzandlar uchun bepul tibbiy xizmat, toza ekologiya va xavfsizlik, yuqori daromad, shaxsiy rivojlanish va hokazo. Fransuz tilini kamida B2 darajada bilishdan tashqari ingliz tilini ham oz-moz bilish ustunlik beradi. Shuningdek, ta'lim darajasi kamida kollej yoki litsey, agar oliy ma'lumot bo'lsa undan ham yaxshi. Iloji boricha 1 yillik ish tajribasi va tilni o'rganuvchi oiladan bitta inson yoshi 40 dan oshmagan bo'lsa, imkoniyat yanada yuqori bo'ladi. Qaysi shaharga borgan ma'qul viza olgandan keyin? Asosan fransuz tilida gaplashuvchi Quebec provinsiyasidagi Montreal shahri yaxshiroq. Sababi bu hudud aholisi asosan fransuz tilidan foydalanadi. Shuningdek, o'zbeklar ko'pligi, uy-joy narxi arzonroq ekani va ish topish imkoniyati yaxshi ekanligi ham. Lekin har bir inson o'z xohishidan kelib chiqib, o'ziga mos istalgan hududni tanlashi mumkin albatta. Aynan bir hududga yoki chekka hududlarga borish ham shart emas. Xo'sh, viza olishga qancha vaqt ketadi? Til darajasiga ega bo'lgandan keyin va tanlovda yetarli ball bilan hukumat taklifi ro'yxatiga qabul qilingandan keyin jami o'rtacha 6 oy ketadi natija uchun. Tanlovdan keyin 1 oy viza hujjatlarini tayyorlash uchun ketsa, 4-5 oy hujjatlarni elchixona tomonidan ko'rib chiqilish uchun sarflanadi. Tilni qancha vaqtda o'rganish nomzodning qobiliyatiga bog'liq. Kimdir bazasi yaxshi bo'lsa 3-4 oyda, yana kimdir 6 oydan 1 yilgacha vaqt sarflashi mumkin. Fransuz tili bo'yicha sifatli tayyorlanish uchun yordam kerak bo'lsa, sizga malakali o'qituvchilarni tavsiya qila olamiz. Bizga aloqaga chiqsangiz. Qanday hujjatlar zarur? Viza uchun 30 ga yaqin turli hujjatlar tanlanadi. Har bir hujjatga professional yondashish kerak va sifatga e'tibor berish lozim. Mijoz tomonidan taqdim qilinadigan mutaxassis yozib beradigan hujjatlar ro'yxati mavjud. Hujjatlar ro'yxati jarayonda shakllantiriladi. Har yili minglab hindlar, xitoyliklar, filippinliklar, pokistonliklar va eronliklar Kanada pasportini qo'lga kiritishmoqda. Ular ham qachondir 4-5 yil avval bu davlatga u yoki bu viza turi bilan kelib qolishgan va qolib ketishgan. Ushbu millatlarda chet elga chiqish, ayniqsa Kanada kabi rivojlangan davlatlarga chiqish maqsadi kuchli bo'ladi O'zbekistonlarga qaraganda. O'z davlatida kelajakni ko'ra olishmaydi va natijada Kanadaga kelish uchun juda ham jiddiy harakat qilishadi va oxir-oqibat maqsadiga ham erishadilar. Bundan tashqari ularda bir-biriga yordam qo'lini cho'zish kayfiyati yuqori, yo'l-yo'riq va qonun-qoidani yaxshiroq biladigan mutaxassislar yetarlicha. Biz O'zbekistonliklarda esa bunday usullarni yaxshi biladigan mutaxassis kam ekanligi va borlari ham shunday imkoniyatlar bor ekanligini ommaga yoritib bera oladigan darajada harakat qilishmaydi. Shu kabi sabablardan kelib chiqib vatandoshlarimizga yordam berish va ular safini Kanada hududida ko'paytirishga qat'iy bel bog'laganmiz. Maqsadimiz O'zbekistonliklar jamiyatini shu davlatda kengaytirish va hech qaysi millatdan kam emasligimizni isbotlash. Hammasi o'zimizga bog'liq va bir jamoa bo'lib harakat qilsak, yanada ko'proq yurtdoshlarimizning Kanadaga kelishiga sababchi bo'lamiz. Bizni kuzatib boring va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi Instagram, Telegramdagi sahifalarimni video ostidagi havola qismida qoldiraman. Barchaga omad, Kanadada ko'rishguncha.